Assalomu alaykum. Qon tahlilingizda ALT va AST ko'rsatkichlari chiqdi-yu, lekin nima deganini bilmayapsizmi? Bugun sizga bu ikki ko'rsatkich jigar salomatligi va boshqa xavfli kasalliklar haqida qanday signal berishini oddiy va tushunarli qilib tushuntiraman. Diqqat bilan tinglang. ALT va AST bu jigar fermentlari, ya'ni jigarda bo'ladigan maxsus moddalardir. Ular tanadagi hujayralar, ayniqsa jigar hujayralari zararlanganda qonga ajralib chiqadi. Me'yordan oshsa jigar bilan bog'liq muammo bor degani bo'lishi mumkin. ALTning me'yori odatda 7 dan 56 birlik litr atrofida bo'ladi. Agar bu ko'rsatkich oshsa, jigar yallig'lanishi, ya'ni gepatit, jigar yog'lanishi, spirtli ichimliklardan zararlanish, qandli diabet, ayniqsa 2-tip bilan bog'liq bo'lishi mumkin. AST ham shunga o'xshash, lekin faqat jigarda emas, yurak, mushak va buyrakda ham uchraydi. Uning me'yori 10 dan 40 birlik litrni tashkil etadi. Agar AST ham yuqori bo'lsa, yurak xuruji, jigar sirrozi, qattiq stress yoki mushak og'rig'i, dori-darmonlardan zaharlanish belgisi bo'lishi mumkin. ALT va AST past bo'lsa, albatta bu juda kam uchraydigan holat, lekin tanada B6 vitamini yetishmovchiligi va juda og'ir jigar zararlanishi bo'lishi mumkin, ya'ni jigar endi ferment ham chiqara olmaydi. Bunday holatda shifokorga murojaat qilish kerak. Agar AST ko'p, lekin ALT unchalik ko'p bo'lmasa, bu yurak yoki mushak bilan bog'liq muammodir. Agarda ALT ko'p, AST kam bo'lsa, bu jigar muammosi belgisidir. Shifokorlar bu nisbatan tashxis qo'yishda foydalanishadi. ALT va AST bu oddiy raqamlar emas, ular tanangizdagi muhim signallardir. Har doim o'z-o'zingizga tashxis qo'ymang, natijalarni shifokor bilan ko'rib chiqing. Video foydali bo'lsa, izoh yozing va obuna bo'ling.